Bugungi videoda Minecraft, lekin darajamiz qancha bo'lsa, nima qilay endi, maqsad qilish kerak. Survivaldan foyda yo'q-ku. 455 qishloqda shuncha aslaha qilganman. Shunchaki hech kim video yozib olmabdi. Maqsad qilish kerak. Maqsadim polni temir aslaha bo'lish. Shu narsalar bilan kreativdan ozginasini o'g'irlaganman, lekin unchalik ko'pini o'g'irlamaganman. Maqsadimiz temir aslaha yoki temir emasmi? Bu qishloqdan surish kerak. Bilasizmi nima? Bu qishloqni o'rtada, bunisi taraflarda, короче, yana bitta qishloq bo'lish kerak. Albatta bunisi taraflarga qishloq bor. Nega o'qingiz ketmayapti desangiz, menga o'zi bir istak yo'q bor, chunki bu komonda Infinity bir nimasi bor, sehri. Shuni deb ketmaydi. Qanday qishloq? Bunisi tarafiga edimi? Tarafiga emasdir. Yo'q, bu tarafiga emas ekan. Ana shu tarafiga. Ana tarafiga edi, aniq. Berab emas 200% bilan ana tarafiga. Yugur. Yugurib yuribdi. Haylo aytganimdek qishloq ham ko'rinib qoldi. Yo'q, hech kim demasa kerak. Albatta Minecraftni baglari bilan bo'ladi. Tepadan uchib tushadi qishloqlar. Hammasi. Bittasini ana yerdan mo'ljalga olib bilamanmi? Agar mo'ljalga olib bilsam, agar 3 urinishga kanalga obuna bo'lasiz, agar mo'ljalga olib bilmasam, like bosasiz. 3 urinish degan edim men. Bu qimirlaverayotganda. Oxirgi urinish. Shoshilmasdan yana unisi ko'rganim ma'qul. Nima? Mayli, like ham teshib chiqmaydi. Uyli ham ketmayman. Shuning uchun ana buni mo'ljallayman, 4-sini qo'shib. Isqart. Sen menga duh bermoqchimi? Ana unisiga ham emas, bittadan yo'q. Bilmadingmi, sen joning ko'pmi? Bittaga bitta. Bittaga bitta. Sen mana ustimdan kulibsan? Yo'q, sen mana ustimdan kulibsanmi? Bilsang indi, managilar ko'paysin. Au. Man Yovuz emasman. Nima? Qo'rqsana. Sen izingdan ketib qolmayman, uyatsiz. Yolmaysanmi? Yurak chalish qo'rib. Короче, bu qishloqdan surishni maslahat beraman. Lekin men suvga kelmaydi, o'zi qishloqchada bo'lganmisan. Baribir suraman. Nima keragi bor bu yoqni? Bor, yana bitta kerak yartoqqa. Bitta qo'y kerak. Ma'noda faqat ikkita topiladi, lekin birinchisi topilmaydi. Faqat shu muammo menga. Ikkita qo'y topildi. Birinchi marta olib kelibdi. Shoqdan mo'ljallab bilamanmi? Ozgina uzoqdan bo'lsa ham baribir qo'ylarni yo'ydim. Faqat ortiqchasi bilan baribir. Sas ketibdi buni go'shti. Nima qilaman baribir? Yeymayman-ku. Stop. Nega qo'tyapti? Nimaga qo'tadi?
Minecraftdan chiqarib yubordi. Shuncha narsam ketdim mani. Qishloqqa paydo bilamanmi endi? Qayerdanmi? Hamma narsa dabdalasida. Qishloqqa paydo bilmasam bo'ldi. Jun 2'da 4 dedi. Hech qisi yo'q. Ho. Degana joychasini mo'ljallab o'tdim. Stop, ben bunun oğlunu. Ben şurada tizsiz yotoq yasash kerak. Çünkü daraxtim tugab ketib qolishi mumkin. Как раз qo'limga tushdi. Ortiqcha yasay bo'ldim men. Bir qarashdan bir video yozilmay qolibdi. O'zi ko'p narsa ham qilganim yo'q. Jicha daraxtga oladim. Jicha emas, loy blokka oladim men. Xiyirni ilmat ish qilib tashlagan edim. Ikkita loy blok. Hech blok qilganim yo'q o'zi. To'g'risini aytsam, hazil turishlar bilan baribir men shu narsani aytdim. Menga kamon bu. Nima? Hozir qarog'i tushayotganga o'xshaydi xuddiki. Bir taraf yo'q, bir taraf qop qorong'i. Tashavvurlarimizga ham shunday bo'lgan edi. Mana bilan mana bunday qilsa bo'ladi, mana buni ko'rsatib o'tni. Keyin bu qo'limdagini ko'rsatib bilaman. Hatto mana bu sehrli kamonni ham ko'rsatib bilaman. Buni qatish kerak. Bunday. Böyle. What the? Shuncha zo'qdan. Qo'yni prank qildim. Qarog'i tushibdi-ku. Sho'xdan mo'ljallab bilamanmi? Va yana urinishlar qo'shdi. Mana qochib qutulmoqda baribir. Mana bu sigirni o'ldirmasam yotmayman. Ikkinchi urinishda yo'q. Xo'sh, maqsadim temir aslaha yasash edi. Nega hozirgacha yasamayapman? Hamma do'stlar, men